Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri Ruslanbek Quroltoyevich Davletov. Shu fuqarolar menga 2019-yilning sentyabr oyida murojaat qilishgan bo'lsa, murojaat asosida shu holatlarni o'rganib chiqdim. O'rganib chiqish davomida quyidagi aniqlandi. Uy-joy 1992-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan xususiy mulk hisobida ajratilgan bo'lib, ushbu uy-joy biron bir kishiga hujjat qilinmagan. 2013-yilda ushbu uy-joyda masalasida nizo kelib chiqqan. Birinchi nizo ungacha bo'lgan nizolar asosida hech qanday nizo bo'lmagan. Bu yerda nizo bo'lishining kelib chiqishining sababi uy-joyni o'sha vaqtda noqonuniy sotgan Afzalov Shavkat tomonidan bu yerda bo'lgan Hamroqul Jo'rayevni oila a'zolaridan uy-joydan chiqarish masalasi ko'rsatilgan. Aynan 2013-yilga qadar bularning o'rtasida biron bir nizo kelib chiqmagan. Uy-joy 1995-yilda Afzalov Shavkat tomonidan Jo'rayev Hamroqulga Moskvich avtomashinasi hamda 2 dona tilla uzuk evaziga berilgan. Uy-joy berilgan holatda 2013-yilda bu holat bo'yicha sudga murojaat qilinyapti. Sudga murojaat qilinishi oqibatida uy-joy qonuniy rasmiylashtirilmagan holatda bo'lishiga qaramasdan sud tomonidan bu uy-joydan Jo'rayev Hamroqul hamda uning oila a'zolari majburiy tartibda chiqarish ko'rsatilgan. Ushbu holatlar bo'yicha 2014-yil 10-iyun kuni Jarqo'rg'on tuman hokimligi tomonidan uy-joyga nisbatan Afzalov Shavkatga asossiz ravishda egalik huquqi berilgan. Chunki o'sha vaqtda berilgan egalik huquqida uy-joyda yashovchi shaxslarning biron bir holatlari aniqlashtirib chiqilmagan. 2019-yilning 23-avgust kuni uy-joy O'zbekiston Respublikasi notariat to'g'risidagi qonun asosida notarial tartibda Afzalov Shavkatning ishonchli vakili Xalmurat va Salomat tomonidan Alimnazarov Hamidinga sotib yuborilgan. Sotib yuborilishda Alimnazarov Hamidin uy-joyni biron marta kelib ko'rmagan, uy-joyni ko'rmagan holatda o'tkazilgan. Ya'ni bu yerda uy-joy masalasi sotilganda notarius tomonidan aniqlanish shart bo'lgan holatlar, ya'ni uy-joyning kadastr kommunal to'lovlari masalasida keladigan bo'lsa, bu holatlar umuman tekshirib chiqilmagan. Kommunal holatlar tekshirilganda uy-joy 9-uy birinchi xonadonga emas, balki birinchi uyga to'langan kommunal to'lovlar aniqlash shart edi. Chunki asosiy ravishda ushbu joy Xalqlar do'stligi ko'chasi 9-uy birinchi xonadonda yuritilib kelgan. Shu sababli bu holatlar hozirgacha sudlar tomonidan aniq ko'rsatib berilgan. Ikkinchidan, ushbu uy-joyni rasmiylashtirish davomida Jarqo'rg'on tuman yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr xodimlari tomonidan uy-joyni kelib joyida aniqlashtirmagan holatda bu holatlar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri rasmiylashtirish ishlari olib borilgan. Rasmiylashtirishda uy-joyning kadastr hujjatlari faqat yuzaki holatda chizib ketilgan. Shu sababli hozirgi kungacha bu uy-joyda nizo kelmoqda. Endi bunga aniqlik kiritish masalasida sizlarga murojaat qilyapmiz. Chunki murojaatimiz asosida aynan uy-joy qachondan boshlab Xalqlar do'stligi ko'chasi birinchi uy ekanligi, o'tinmaslar Xalqlar do'stligi 9-uy birinchi xonada ekanligi masalasida biron bir tegishli organlardan yetarli ma'lumot ololmaganmiz. Hozirgi kunda sudlar tomonidan asos qilib olinayotgan hal qiluvchi qarori, qonuniy kuchda bo'lgan hal qiluvchi qarori, ya'ni 2013-yilda asosiy ravishda chiqarilgan hal qiluvchi qarori qonuniy kuchda bo'lgani uchun bu uy-joy nizosi haligacha yechib berilmagan. Shu sababli ushbu uy-joyni qonuniy yechib berishlaringizni so'raymiz. Iltimos qilamiz.